Yigitlar bilan uchrashib turarmish. Yigit hayrat va dilxiralik bilan barcha eshitganlarini qariyaga so'zlab beribdi. Shunda qariya yigitga qarab kulimsiragan holda: "O'g'lim, yur men bilan uyimga" debdi. Yigit va qariya uning uyiga bordi. Qariyaning uyida uning ayolidan boshqa hech kim yo'q ekan. Sababi esa qariya va ayoli hech qachon farzand ko'ra olishmagan va ularning hech qanday farzandi ham yo'q. Yigit yana hayratdan qotib qolibdi. Chunki u bo'lgan bu holatni o'z aqliga sig'dira olmasdi. Qanday qilib deb o'ylab qoldi. Shunda qariya yigitga qarab: "Ko'rdingmi? Odamlarga qo'yib beradigan bo'lsang, yo'q bo'lgan inson haqida ham g'iybat topib berishadi-ya. Meni senga bitta maslahatim: har doim yuragingga quloq sol. Bo'xton, tuhmat, yolg'on orqasidan o'z baxtingdan ayrilib qolma", deb javob beribdi. Hissadan hissa shuki, boshqa insonlarni gap so'zi tufayli o'zingizni, baxtingizni yo'qotib qo'yishga hech qachon yo'l qo'ymang. Sog' va salomat bo'ling.